Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Bugun Farg'ona viloyati Qorajiydagi qo'yilgan 20 kilovatli quyosh panel stansiyasini ustamiz bilan obzor qilib Sizlarga bitta statistika aytib o'taman. 20 kilovatli quyosh panel stansiyasi bir kunda 120 kilovat tok chiqarishi kerak. Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Bugun biz 20 kilovatli quyosh panel stansiyasi haqida ma'lumot berib o'tamiz. Ustamiz Nuriddin aka bilan. Hozir biz shogird bola bilan Qorajiydagi 20 kilovatli quyosh panel stansiyasini o'rnatib berdik. Har doimgidek panellarimiz Jinko, kabellarimiz yonmas kabel, metal konstruktorimiz profil va uyg'unliklardan chiqqan. Zanga qarshi kraskaladik. Hozir pastga tushib montaj jarayonlarini ko'rsatamiz. Hozir kun uzayib qoldi ancha, sotish effekti yana ham zo'r bo'ldi. Obunachilar tezlashtirib qo'yishimiz kerak. Hozir pastga tushib ko'rsatamiz montajlarni. Ketdik. Hozir mana montaj jarayonlariga keldik. Invertorimiz jarayonda turibdi. Shogird shittochi. Mana hozir postoyanniy tok avtomatlari, chaqmoq qarshi uzuklar qo'yilgan. Invertorimiz deya yonmas kabellar bilan qilingan. Hop. Mana endi sotuv jarayoni ketyapti. Sizlarga bitta statistika aytib o'taman. 20 kilovatli quyosh panel stansiyasi bir kunda 120 kilovat tok chiqarishi kerak. Ma'lumot, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, o'zimizga aloqaga chiqinglar. Rahmat, oldindan salomat bo'ling.